Zagar olib turish kerak o'zi. Bolalar qovun tushirdim. Nima? Bonu adasi bilib qoldi. Yetmaganiga qaynotam bo'lasiz dedim. Qovun ham gapmi? Birato'la tarvuz tushiribsan. Ha, necha? Ha, necha? Kamida qaydaladi. Ayog'i Bonun adasi adem bilan yaxshi tanish bo'lsa, uni ustiga bizani yaxshi tushunadigan odam. Ishon, indamanglar. Ammo bag'i ham bor. Erkanda shishim ko'rinmay qoldi. Namanganga ko'chib ketibdi. Maktabini ham o'sha yerga ko'chiribman. Menimcha shunaqa. Wachat! Endi menga qiz topamiz. Xudo xohlasa baxtli bo'laman. Xudo xohlamasa Shirin Namanganga ketarmidi? Ketdik. Endi menga xotin topamiz. Jonim o'zimning. Siqilyapsan. So'rama. Bo'pti, yur. To'xta, so'ra. Nima siqilyapsiz? Bir kunda hamma yaqinlarimdan ayrildim. Qizlarimdan, tanishlarimdan, prям hammadan. Ha? Tushuntiribroq gapir, tushunmadim. Instagram parolim esimdan chiqib ketdi. Bo'pti, yur. Menga qarasan, qayerdadir ishlayotganding. Ishxonangda menga ham joy yo'qmi? Ishlamayapmiz. Nima? Ishdan haydab yuborishdi. O'g'irlik qildingmi? Yo'q, Bu jining bilan urushding. Yo'q. Nimaga haydashdi unda? Qayerdan bilaman, 2 oydan beri borganim yo'q. Hamma o'zingda. Aziz hozimas. Sevgingga ham erishmading. Boshqalarga ham imkon bermading. Aziz tushunmagan narsang haqida vashshi gapirmagan. Gapirsam nima bo'ladi? Nima bo'lish kerak?